$3,500 foyda keltiradigan 360 kvadratli nejiloy binomiz sotuvga chiqdi. Shunaqangi barakali joy. Hozirgi kunda jajji va beg'ubor bolchalarimiz tarbiyalanadigan bog'cha bo'lib ishlayapti. Ota-onalar har kuni duo qilishadi. Bu joyni olsangiz ham arenda olasiz, ham duo va baraka olasiz. Joylashgan joylari ham zo'r, 100 metr pastda Chosuv bozori joylashgan. Mana Tashkent City mehmonxonalari ko'rinib turibdi. Bu tomon Beruniy metroga ketish, bu tomonda Versal joylashgan. Shuni to'g'risida hamma bizneslar ishlayapti. Siz ham bu yerni olsangiz, albatta sizniki ham ishlaydi, ichini ko'rsatamiz. Taxminan 15 kun oldin 3-qavatini sotuvga qo'ygandik. Aka necha kunda sotildi? Xo'sh, Allohga shukr, bu joyimiz bir kunda sotildi. Xuddi shu binomizni 2-qavati hozirgi kunda sotuvga chiqyapti. Bu joyimiz 360 kvadrat bo'lib turib, hozirgi kunda arendatorlar, tayyor arendatorlar bilan birga 3,5 ming so'm foyda keltiradigan joy. Bu joyimizni $360 ming qilib beramiz. Egalarning raqamini qo'yib qo'yamiz, ichkarini ko'rsatamiz. Bu yoqda bitta yotoqxonasi bor, bu yoqda bitta oshxonasi bor, katta hol. Bu yoqda esa bitta sanuzeli bor. Bu yoqda bitta o'yingohi, bu yoqda ham xonasi bor. Kirib kelishlari dokumentda muammosi yo'q. Telefon raqamlari bor. Bosinglar.